Agar yutsang nima qilishimizni bilasanmi? Nima qilardinglar? Ba'zim uyushtirasizlarmi? Mana raqiblar so'nggi aylanani yakunlashyapti. Bu yoq nima bo'lar ekan? Qoyil, bizning qahramonimiz g'alaba qozondi. Ko'pchilik muxlislar bundan xursand. Qo'lingdan kelgani shumi? Bunisiga nima deysan? Chidasa bo'ladi. Kechasi menga yoqasan. Siz ham menga yoqasiz, janob Bufo. Ammo sen kelishuvga xiyonat qilding, yutqazib berishing lozim edi. Ammo yutding. Tezkor bo'lsam nima qilay? Mendan ham chaqqon raqib topishingiz kerak edi. Jamoani o'ylash kerak. O'z boshimcha bo'lmaganingda, limshinlar seni quvib yubormagan bo'lishardi. Ular haydashgani yo'q, o'zim ketdim. Qo'zg'olonchilik ruhinga qoyil qolaman, lekin men ketishim kerak. Uni birontasiga yem qilinglar. Masalan, ilonga. Yo'q, ilonlar butunligicha yutadi. Arini iniga tiqish yaxshiroq. Qaranglar kim keldi? Zaiflarning himoyachisi Ronin-ku butun xursandchilikni beliga tepdi. Hali beliga tepganim yo'q. Urushga ulgurishdimi? 2 marta urdi. Ey baqa, qor rangni o'chir. Vazina bas Ronin, o'rmon katta, limshinlar ham ba'zida uxlashadi.